Assalomu alaykum. Meni ismim Sarvnoz. Yoshim 34 ta. Erga teganman. Erim ko'p ichadi, ichib uraverardi. Uyimizda halovat yo'q edi. Oxiri erimdan ko'nglim qolib ketdi. Qaynatam va qaynonam bilan yashardik. Oxiri erim Rossiyaga ishlagani ketdi. Bolalarimni o'zim ishlab boqardim. Erim pul tashlamasdi. Erimning ukasi menga mehribon edi. O'ylanmagan, bo'ydoq edi qayni ukam. Erim bir marta ham telefon qilmasdi. Yaxshi o'tiribsanmi? Bolamiz yaxshimi demasdi. Ko'nglim sovib ketgandi erimdan. Lekin erimning ukasi shunchalar shirin so'z edi, ta'riflashga til ojiz. Hamma ishlarimga qarashib ketaverardi, o'g'il bola bo'lsa ham. Oxiri erimning ukasini yoqtirib qoldim. U ham meni yaxshi ko'rib qo'ygandi. Yaqqol nigohlaridan bilib turardim. Kunlarning birida qayni ukam "Kelinoyi, zerikmayapsizmi?" deb namyoq tashladi. O'zimga ham u gap yoqib ketdi. Chunki ko'rmaganimga 1 yil bo'lgandi. Axir erimdan darak yo'q edi. Qayni ukam "Keling kelinoyi, siz bilan iliqlik qiramiz" deb nagli aytdi. Shokka tushdim. Biroz. Nima deganingiz bu, Dilshodbek? deb aytdim. Lekin o'zimga yoqib ketgandi uni iliqligi. Yo'q, kelinoyi, shunchaki sizni yaxshi ko'rib qolganman. Ayta olmay yurgandim. Keling, yaqinlik qilamiz deb taklif berdi. U qanday bo'larkan dedim. Ko'rasiz, juda yaxshi bo'ladi. Sizga yoqadi deb yana namyoq tashladi. Kunlar o'tdi. Erim boshqasiga o'ylanib ketgani haqida eshitib qoldim. Qaynonam bilan qaynotam bir-biriga aytib o'tirgan joyida poylab eshitib oldim. Yig'lab yubordim. Axir menga xiyonat qildi deb sabr qildim. Oxiri bo'lmadi. Erimning ukasi bilan gaplashdim. Har kuni menga shashlik, somsalar olib kelardi. "Kelinoyi, sizga olib keldim. Ariqlab ketdingiz. Nima, biror o'ylovingiz bormi?" dedi. "Yo'q, Dilshodbek, hammasi yaxshi" dedim. Lekin bildirmadim. Asli ichimdan ezilib ketgandim. Erimni menga xiyonat qilgani uchun. Dilshodbek erimdan ko'p mehr berardi. Chunki qaynonamga o'xshagan edi. Erimning ukasi yaxshi bola edi. Qaynonam va qaynotam Jizzaxga zominga dam olgani ketishdi. 5 kunga uyda erimning ukasi bilan qoldik. Katta hovlida. Hovlini supuryoqtandim. Erimning ukasi orqamdan kelib quchoqladi. "Kelinoyi, menga 1 kunlik vaqtingizni baxshida eting. Sizni bedoringizga to'yib bo'lay. Chunki sizni yoqtirib qo'yganman" deb bo'ynimdan o'pdi. Men shokda edim. Lekin o'zimga ham juda yoqib ketdi. Chunki 1 yil erkak ko'rmadim. O'zimga ham yoqib qoldi. Erimning ukasi quchoqlab olib umuman qo'yib yubormadi. Hasan Husanchalarimdan eza boshladi. "Oh" deya maza qilardim. O'zim ham yoqishib ketdim, quchoqlab. Ko'tarib oldida xonaga olib kirib ketdi. Spalniga yotqizdi. "Nima qilyapsiz Dilshodbek?" degandim. "Hozir ko'rasiz kelinoyi" deb ustidagi kiyimlarini yechdi. Bitta tursida qoldi. Menga yopishib ketdi. O'zim ham qarshilik qilmadim. Juda xohlab turgandim. Rossa ustimga chiqib, Hasan Husanchalarimni eza boshladi. "Oh" deya maza qilardim. Sekin meni yechindirdi. Yechindim. Sirazi pastga qarab tushib ketdi. Ikkita oyog'imni ochib pomidordan yalay boshladi. Maza qildim. Lekin Dilshodbekni go'sht kaltaga qattiq turib ketdi. Sekin tiqa boshladi. 7-osmonga uchganimda tasavvur qildim. 2 soat tindirmay yotdik. Ichlarimga tashavordi. Shunchalar maza edi. Qayna ukam ham rohatlandi. Ishni bajarib bo'lib, yuvinib oldik. Kech tushdi. Ovqatlanib oldik. Yana kelib yopishib ketdi. Erim bilan meni yotoqxonamga kirdik. Yana ijodni boshladik. Eri xotinday yotdik. Qayni ukam bilan. Hech bunday maza qilmagandim.
Erimdan ko'p mehrni shu qayni ukamdan oldim. O'rganib qoldim. Qaynonam, qaynotam keldilar dam olishdan. Hech narsa ko'rmaganda yurardim. Men ham, qayni ukam ham. Yarim kechalari xohlab qolsam, tashqariga bir chiqardim. Qayni ukam sezardi. Kelishib olgandik. Tashqariga chiqsam, meni xonamga kirasiz degandim. Xo'p degandi. Tashqariga bir chiqardim. Yana qaytib kirardim. Orqadan qayni ukam kirardi.